Yomg'irlatib sug'arish qancha vaqtda dalamni sug'arib bo'laman? Masalan, 1 gektarga qancha vaqt ketadi springler ishlash uchun? deb mendan ko'pchilik so'raydi. Hop, o'rtoqlar, buni o'zgarishi ko'plab omillarga bog'liq. Birinchi o'chirda tuproqni tarkibiga bog'liq. Ba'zi bir tuproqlar namlikni yaxshi ushlab tura oladi, pastga tez o'tkazib yubormaydi. Shuni hisobiga ular juda ham qisqa vaqtda sug'ariladi. Ba'zi tuproqlar bo'lsa, mana mana dalamizda ko'rasizlarmi? Juda ham mayda tosh, qum aralash, xullas shunaqa qora tuprog'i bor xullas. Bu dalamiz suvni unaqa yaxshi ushlamaydi. Tez pastga singib ketib qolaveradi. Bu dalani tez-tez sug'arish kerak bo'ladi. Deylik, haftada kamida 2 marta sug'arish kerak bo'ladi. Shunda o'simliklar juda ham yaxshi holatda o'sishda davom etadi. Xo'p, biz endi ko'pincha ko'proq suv sepadigan springlerlardan foydalanamiz. Ya'ni soatiga eng kamida 6 tonna. Yoki pushkalardan foydalanamiz. Bu soatiga o'rtacha 12 tonna. 1 soatda cho'nqasizlar, kichkinasi 6 tonna, kattasi bo'lsa 12 tonna suvni 1 soatda xullas dalaga olib chiqib sep beradi bir dona springler. Ana endi biz o'rtoqlar deylik, mana shu katta yerlarda eng kamida 2 gektardan yoki-da 1,5 gektar, o'zi eng kamida o'zi 1 gektar, o'rtacha 2 gektardan xullas bo'lib sug'orib tashlaydigan bo'lsak, masalan hozirgi holatda ham mana shu obyektimiz o'rtacha 25 gektar o'rtoqlar. Hop, taxminan 12-13 soat davomida xullas mana shu hamma dalani 13 soat davomida cho'nqasizlar. Ertalab soat deylik, kech payt soat 8 da boshlasangiz, ertalab soat 9 da 25 gektar dala polni 10 sm oralig'ida zaxlatib sug'arish imkoniyatini xullas qo'lga kiritamiz. Agar bu tizimni joyiga o'rnatadigan bo'lsak. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi mana bu yerda avtomatik qilinyapti. Xo'p, bu anaqamiz kollektorimizni hozir jarayonda ekan. Sizlarga hozir keyingisini ko'rsataman. Transheya qazilgan, magistral trupaga deylik 110 diametr tashalgan o'rtoqlar. Ko'rayotganlarda yonida yana bitta oranjoviy anaqa turibdi. Kabel, to'g'rimi? Bu kabel yordamida biz klapanlarni boshqaramiz. Ya'ni bir dona kabel tortiladi. Mana shu dalani o'ziga taxminan bu yerda ham yomg'irlatish, tomchilatish ham bordi. Shuni hisobiga hop 100 tacha klapan ketyapti. Xullas, panel upravleniya u mana xonada bo'ladi. Ko'rasizlar, o'sha xonada bo'ladi. O'sha yerdan boshqariladi. Mana bu yerda klapanlar qo'yilgan, ko'rib turganinglardek. Shunda to'g'riga ketyapti turbamiz va ikkinchi klapanimiz aylanib pastga bu obyektimizga qarab xullas ketyapti. Shunaqa, sistema juda ham oddiy, oson. Uni hech qiyinlashtirmaylar o'rtoqlar. Ishlashi juda ham oddiy narsalar. Bu obyektimizni xudo xolasa ishga tushirib olganimizdan keyin yana ham bir chiroyli bir obzor qilamiz. Yana ham bir qanaqa ishlashini sizlarga ko'rsatib, sug'arish vaqtlari to'g'risida ma'lumotlarni berib, undan tashqari springlerlar suv sepayotgan jarayonlarni ham nasib bo'lsa sizlarga ko'rsataman. Kuzatib turamiz o'rtoqlar.